Yuz teri baryerim mana shu darajada buzilib ketgan edi. Hozirgi holati bo'lsa mana shu darajada tiklab oldim va buni Koreyani aptekalarda sotiladigan krem yordamida qildim. Bu haqida o'z отдельный video olganman, lekin yana bir marta olgim keldi, chunki bu kremni yangilari chiqibdi. Ular sizga mos bo'lishi mumkin. Men ishlatgan krem Reju 5000 padarenli krem edi. Buni где-то 3 ta 4 ta tubikini ishlatib olganman. Hozir yana yangi xuddi shunisini ishlatyapman. Bu kremni yana ikki xili chiqibdi. 2000 va 10000 padarenligi. 2000 padarenligi menimcha endi boshlaganlar uchun eng zo'ri, chunki yengili. Buni ichida 0.2% yuqori darajada tozalangan losos padareni bor. Agar teringiz juda ham quruq, suvsizlangan va tiklanishi kerak bo'lsa, shu kremni maslahat beraman. Men ishlatgan 5000 padarenligi bo'lsa, bu terini tinchlantirish, tiklash va eng asosiysi buzilgan baryerni to'g'irlashga qaratilgan. Buning ichida bo'lsa 0.5% vegan padareni bor va ichidagi pantenol va centellalar bo'lsa, terini yaxshi tinchlantirib beradi. Sizga eng yuqori kuchli darajadagisi kerak bo'lsa, bu 10000 padarenligini olsangiz bo'ladi. Buni yordamida yuzingizni intensiv tiklash, teri elastikligini va zichligini oshirishingiz mumkin. Bunda ham yuqori darajada tozalangan padaren bor, bo'lib ham 10000 ta. Sizga bu kremlardan qaysi biri eng zo'r tushar ekan? Yozib qoldiring va bu video foydali bo'lgan bo'lsa, o'rtog'ingizga tashlab, menga obuna bo'lib qo'ying.